Bittada yo'qlab chiqadigan medova retsept kerak bo'lsa, videoni yetkazib yubormang. Qozonimizga 200 gram asal va 1 choy qoshiqda chayni soda solib, baland olovga qo'yib asalimizni kuydirib olamiz. Xuddi shunaqa ko'rinishga kelgach, 200 gram o'simlik yog'i solib sovitishga qo'yamiz. Massamiz soviguncha boshqa bir idishga 5 ta tuxum, 3 piyola shakar, 200 gram o'simlik yog'i va 1 choy qoshiqda chayni sodani 1 osh qoshiq ukusga o'ldirib, yaxshilab mikserlaymiz. Va sovib tayyor bo'lgan asalli massamizni ham solib, yaxshilab aralashtiramiz va ketidan quyuq holga kelguncha un solamiz. Va xamirimiz xuddi shunday quyuq holga kelgach, 200 gradusli duxovkada birin-ketinlikda pishirib olamiz. Medovani yumshoq chiqishning yana bir siri bu xamir yoyishda. Xamirni un bilan emas, aksincha yog' bilan yoyish kerak. Shirinligimiz quruq chiqmasligi uchun oldin korjlarimizga ozginadan shakar choy sepib, keyin esa moloko va yana ham mazali bo'lish uchun yer yong'oq sepamiz. Men ancha yildan beri xuddi shu retsept asosida pishiraman. Doim bitada yo'qlab chiqadi. To'liq retseptni Telegram kanalimga qo'yaman, kirib ko'rishlaringiz mumkin. Va nihoyat medova tortimiz ham tayyor. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Shukran, azizlarim.